Nega Bentley logotipidagi qanotlarining bir yog'ida 10 ta, bir yog'ida esa 11 ta patlar tasvirlangan? Buni lavhamiz davomida bilib olasiz. Bentley kompaniyasiga yoshlik davrida avtomobil hamda mototsikl poygachisi bo'lgan Walter Owen Bentley 1919-yili 10-iyul kuni Londonda asos solgan. Bir 1910-yillarda Walter Owen Bentley ukasi bilan birgalikda Fransiyada ishlab chiqariluvchi DFP avtomobillari sotuvi bilan shug'ullanadi. Shunga qaramasdan, Bentley doim o'zining shaxsiy avtomobilini yaratish orzusida bo'ladi. 1913-yil Walter Owen Bentley Fransiyadagi DFP avtomobil zavodida alyumin presslash moslamasini ko'radi va dvigatellar Porsche'larda quyma temir o'rniga alyumin ishlatish mumkinligi haqida o'ylaydi. Bentley'ning alyumin Porsche'lari Birinchi jahon urushi paytida qiruvchi samolyotlarda ishlatiladi. Kompaniya asos solingandan 2 yil o'tib, 1921-yili Bentley o'zining birinchi 3 litr nomi bilan atalgan modelini ommaga taqdim etadi. Ushbu model o'zining chidamliligi bilan omma e'tirofiga sazovor bo'ladi va bu model toqqa chiqish hamda avtopoygalarda ishtirok eta boshlaydi. Bentley avtomobillari 1927-1930-yillar oralig'ida mashhur Le Mans 24 poygalarida 4 marotaba g'oliblikni qo'lga kiritadi. 1930-yillardagi jahon iqtisodiy inqirozi sabab Bentley kompaniyasini Rolls-Royce kompaniyasi sotib oladi. 1980-yillarga qadar Rolls-Royce hamda Bentley deyarli bir xil avtomobillar ishlab chiqara boshlaydi va faqatgina 1982-yilga kelibgina Bentley o'zining 10 yilliklar davomidagi eng kuchli modeli bo'lgan Bentley Mulsanne Turbo modelini ishlab chiqaradi. Ushbu model Bentley'ning yuqori komfort hamda sport brendi sifatida qayta tiklanishiga asos soladi. 1998-yilga kelib Bentley Volkswagen Group kompaniyasi tomonidan xarid qilinadi va hozirgi kunga kelib ham Bentley Volkswagen Group tarkibidadir. Kompaniya asoschisi Walter Owen Bentley aviatsiya bilan shug'ullanganligi sabab o'z avtomobillarida qanot shaklidagi logotip bo'lishini xohlaydi va e'tibor bering, nusxalashni oldini olish maqsadida logotipning bir tarafida 10 ta, bir tarafida esa 11 ta pad shaklidagi logotipni yaratadi. Lavhamiz boshidagi savolimizning javobi aynan shu. Bentley va boshqa chet elda ishlab chiqarilgan avtomobillar bilan yaqindan tanishish hamda xarid qilish uchun A-Bozor Premiumga murojaat qiling. A-Bozor, bozori chaqqon ilova.